Mana Vimperlga keldik, yani kanatga minib Orolchaga ketamiz hozir. Vimperl yozgan Orolchaga. Bilet sotib oldik. Bileti o'zimiz pulga 450 ming so'm ekan. Tabiat udar salqingina. Zo'r, kurlakan katta shabada bor. Mazza. Issiqmi yo'q. Labirintga o'xshagan yo'lakdan yurar ekan, ham o'chir. Yo'lakda odam kam yo'lakdan kelsa, kassani olib ham o'chirib bo'lmar ekan bu yerda. Kanatiga ketyapmiz, boshqa odam ko'p ekan. Odam ko'p juda. Va nihoyat yetib keldik yerga. Mana shuncha o'chirlardan o'tib keldik mana. Keldik. Endi xudo xolasa aylanamiz. Vimperl, anaga minamizda, anaga chiqib, harakat chiqib tepagan, chiqarib, Vimperl oldiga chiqib, keyin tushamiz. Manzara udari. Dahshat. Ama juda yoqimli musiqa bor ekan. Odamlar yurib maza qiladi. Juda ham o'chirtigan, lekin arziydi pulga ko'ramiz. Tabiat qara. So'yilgan. Dahshat. Bu yerda jirafalar bor, buyullar bor ekan, katta ekan buyulchalar. Va shunda udar ekan, katta ekan. Jirafalar ovqat beryapti odamlar. Karkidonlar ekan. Başı katta ekan. Maymunchalar.